8 kun ichida 92 kilogramdan 81 kilogramga tushdim. Albatta bunda bola vesi va suvlari 5-6 kilogram tashkil etsa, qolgan 5 kilogram atyoq vesini ketqizish va qorin kirgizishda ikkita usulni qo'lladim. Birinchisi kuni bilan 3 litr issiq suv ichish bo'lsa, ikkinchisi tug'ruqdan keyin ikkinchi kundan boshlab korset taqishni boshladim. Birinchi kun korset taqqanimda mana shu 2XL zo'rg'a kelardi. Hozir katta bo'lib qolganini qaranglar, chunki bu korset Kolumbiya original lateks korseti figurani korreksiya qilishda, tug'ruqdan keyin bel og'rig'i, grijalarda juda ham zo'r ta'sir qiladi. Buni ustilari lateks, ichlari hibi bo'lib, mana shu teshichalari ham bor, havo o'tkazib turish uchun 4 ta faslda ham kiyib yursanglar bo'ladi. Bundan tashqari uzunligi ko'krakning tagigacha turadigan mana shunaqa hibi Turkiyani lashinalari ham bor. Qorin, bo'ksa, son, boldirlarni zo'r korreksiya qilib beradi. Bularni Dina korsetdan topsanglar bo'ladi. Bularda 100% original mana shunaqa profillarda bodichalar, maykachalar, har xil Kolumbiya va Turkiyani original mahsulotlarini topsanglar bo'ladi. Men onamlarga ham zakaz qildim. Bularni o'zlarining razmerlariga mos, qorinlarini ichiga shunaqa tortib turdi. Aytibdilar, zo'r terlatarkan. Mana shu terlatib, jirlarni eritib, qorninglarni korreksiya qilib beradi. Agar sizlarda ham qorin muammosi bo'ladigan bo'lsa, Dina korsetdan mana shu korsetlarni xarid qilsanglar bo'ladi.